17-mart kuni Manchester City'ning o'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovda uchrashuv marosimi bo'lib o'tdi. O'sha kuni Abduqodir Husanov terma jamoaning umumiy mashg'ulotlariga ishtirok etmagan. Ma'lum bo'lishicha, Husanov zamonaviy talqinda Merime marosimida qatnashgan. Marosim Toshkent viloyatining tog'li hududlarida tashkil etilgan. Qizig'i, Husanov kecha 18-mart kuni bo'lib o'tgan mashg'ulotlar oldindan jurnalistlar bergan intervyusida aynan to'y haqida savollarga javob bermagan. Ma'lumot bo'lishicha, eslatib o'tamiz. Nechinchi sana edi? 27-may sanasiga katta to'yi bo'lishi kutilmoqda. Manchester City'ning futbolchisi, xodimlari va Manchester futbolchilari to'yiga taklif etilgan. Unda Erling Haaland hamda Gvardiola kelishi mumkin Abduqodirda to'yiga. Qizig'i, Gvardiola osh toshi deb gapira boshlaydi o'zbek to'yiga kelgandan keyin.